Hurmatli kitobxonlar, Chust tuman axborot kutubxona markazi tomonidan jahon adabiyoti durdona asarlaridan Albert Eynshteyn qalamiga mansub Dunyo daholari Serqirra daho kitobi yuzasidan tayyorlangan buktreyler. Dunyo daholari turkumidan joy olgan mashhurlarning har biri o'z yo'li, tafakkuri, ixtirolari, olamshumul ishlari va hatto taqdirlari bilan dunyoni o'zgartirishgan. Shunday taniqli insonlardan biri fizik nazariyotchisi, barcha zamonlarning eng buyuk va eng katta ta'sirga ega fizik olimi Albert Eynshteyndir. Albert Eynshteyn bo'lishi mumkin emas deb uqtirilgan narsalarni tasavvur qilishdan aslo qaytmagan. Uning ziddiyatlarga boy, serqirra ilmiy faoliyati va xavf-xatarga to'la shaxsiy hayoti dunyodagi eng mashhur fizik degan nomni qozonishiga sabab bo'lgan. Kitobda Eynshteynning bolaligi, ta'lim olishi, ilmiy kashfiyotlari va shaxsiy hayoti haqida qiziqarli va sodda uslubda hikoya qilinadi. Uning tasavvur bilimdan ustun degan g'oyasi ziddiyatlarga boy, hayoti va inson sifatida falsafiy qarashlari yosh o'quvchilarga ilhom bag'ishlaydi. Kitob nafaqat ilmga qiziqishni uyg'otadi, balki insonning ichki kuchini, fantaziyasini va ijodiy fikrlashini rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu kitobni siz kitobxonlarga o'qishni tavsiya etamiz.